Instagramda bittasi Nexia'ning to'rimizini qilibdi. Faqat men qilaman, mendan boshqa hech kim qila olmaydi deb gapiribdi. Xullas, men 2 yil oldin mana shu Nexia'ni, o'zim Nexia'ning to'rimizini to'rov ushlaydigan qilib remont qilganman. To'rimizni chotki abezdaqa ushlaydi. Endi mana Nexia'ni bu ham o'zimniki. Endi shuni to'rimizni qilamiz. Xudo xolasa hech qanaqa buni siri yo'q. Hamma yo'g'ini boshidan oxirigacha ko'rsataman. Qiziqqan odam o'zi bemalol qilaveradi. Xullas, videoni boshlaymiz. Ko'p gapirmaymiz. Videoni to'lig'ini YouTube kanaliga qo'yaman. Bitgan o'rtasidan oxiridan qilib Instagramga qo'yaman. Bo'lmasa ketdik. Endi buni oldidan birinchi bo'lib bu qopqog'ini ochamiz jitkisni. Qopqog'ini ochib turib, maklashga qilib olasizlarmi deyishmi? Jitkisini bunga shprisda olasizlar. 10 lim 20 lim farqi yo'q. Undan keyin mana jitkisi bo'lgandan keyin mana bu bilan mana buni, mana shu ikkalasi orqa to'rimizga ketgan. Ikkalasi. Mana shuni ochib, ichida buni purjinasi, klapini, naychasi bor. Ash teshik kichraytirilgan. O'shaning sababidan Nexia'ning orqa to'rimiz ishlamasligi sababi mana shu. Hozir shuni ichini olib tashlab ko'rsataman. Endi mana ikkala klapini silindrni bo'shatib olamiz. Bir tomoniga oldiga 12 kulush tushadi. Orqasiga 10 kulush tushadi. Shuni bo'shatib, birinchi bo'lib mana shuni bo'shatib ikkala orqaga ketgan trubkani chiqarib olamiz. Mana endi mana ikkala trubkasini chiqarib oldik. Bundan keyin mana 22 kulush tushadi. Mana shuni bo'shatib olamiz. Bismillah. Videoda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Men ustamasman o'zi asli. Keyin bloger emasman. Kamchilik bo'lsa kechirib ko'rasizlar. Buni keyin ichini ochishni ko'rsataman. Buni ham bo'shatib olaylik. Mana ikkinchisini ham oldik. Qo'llarim ham qonab ketdi mana. Oson bo'lma. Xullas, shuni bo'shatamiz. Mana aka-ukalar, qiziq qollar. Yaqinroq olib kel. Mana nima sababdan orqa ishlamaydi? Ko'ryapsizlarmi qanaqa kichkina teshik ketgan? Kamerada ko'rinami, yo'qmi? Mana o yinani ko'tadaqa teshigi. Shu bilan orqa to'rimiz ishlamaydi-da. Endi buni olamizda mana purjinasi bilan. Buni musirga tashlab yuboringlar, kerak emas. Mana bu yerda ham klapini bor, uchida mana. Ko'rinyaptimi? Mana. Bu ham to'sqinlik beradi. Buni ham olib tashlaymiz. Hozir. Mana tatbirkani olamiz, bu tarafdagini bunday qilamiz. Mana ko'rinyaptimi? Ko'rinyaptimi? Ha, mana. Chiqdi. Qanaqa keng bo'ldi mana, bemalol. Endi jitkisi bemalol orqaga yetib boradi. Yaxshi bosim bilan. Shuni natijasida to'rimiz chotki ishlayveradi. Gapiraveradi ular chiqib olib. Faqat men qila olaman, vodiyda eng zo'ri menman. Odam qilgan ishni odam qilaveradi. İçini tozalab yuboramiz yaxshilab. Mana buni qora bo'litib, buni ham tozalab yuboramiz ichlari bilan yaxshilab. Mana. Musir tiqilib qolgan bo'lsa, bahanada toza bo'lib qoladi. Alaykum assalom. Mana qanaqa musir chiqyapti. Mana shu musirlarni erinmasdan yaxshilab artib tozalab yuboramiz. Zahra. Chilan ko'rsatib yuboring. Xo'p. Mana
Olyaptimi? Hı. Mana ikkalasini ham ichlarini yaxshilab yuvib tozalab oldim mana. Ko'rinyaptimi? Teshiklar. Hı. Bezim bilan mana yuvib tozalab chiroyli qilib bunasini qatirib qo'yiladi mana. Ichidan chiqqani mana bular. Mashkilapillar mana. Ko'rib turishlar, teshigi даже ko'rinmaydi ham. Yinan teshigidaqa. Ashini hisobiga orqa yaxshi ushlamaydi. Quruq aylantirganda orqa ushaveradi, lekin yerda yurib yotganda ushlamaydi. Endi buni joyiga qatirib olamiz. Ikkalasini ham qatirib olamiz. O'ta qattiq tortmaymiz. Bu alyumin bo'ladi. O'zini holatda qatiramiz. Ham buni mana yerda salnigi bor. O'ldirib qo'yish mumkin. Normal holatda qatiramiz. Endi bunolarini tagidagi trubkalarini buni oxirigacha qatirib olmaymiz, qattiq qilib. Sababi hozir mana shu yerdan jitkis qo'yib turib, havolarni mana shu yerdan chiqaramiz. Xullas akalar, orqasini ham ochdik. Bir tarafi yaxshi ishlab, bir tarafi yaxshi ishlamadi o'shaning uchun. Buni bo'shatish uchun bu mayda turadi. Orqasida 9-10 bolti bor, shuni bo'lgan ekan, shuni bo'shatiladi. Buni ekon sal bunday qilib turib tortashlar chiqadi. Chiqqandan keyin mana ichidan mana qanaqa narsalar chiqadi, salniklari. Ular salniklari yangilab qo'yiladi, chotki ishlayveradi. Buni orqasida mana ko'ringlar. Hali to'kirning ishi bor dedi-yu. Hech qanaqa to'kirning ishi yo'q mana. Jitkis baydan kiradi. Mana ikkovini surib beradi. Mana ikkala yondan silindr chiqib surib beradi, bo'ldi. Boshqa vazifasi yo'q buni. Shu, hozir endi buni ichini yaxshilab yuvib tozalab, salniklarni almashtirib joyiga qo'yib qatiramiz. Jitkis havosini chiqaramiz, to'g'rimiz, xudo xolisa zo'r ishlaydi. Mana nagar bosib, mana shu tomon silindr ishlamay qolgan. Chiqyaptimi videoda mana. Nari taraf ishlagan, bu taraf ishlamagan mana. Najda yaxshilab tozalaveramiz. Bu tomoni ham ishlaydi keyin. Holovchilar erinsalang mana uni komplekt sotadi. Yangi olib shunday bosib yuborasizlar, qutulasizlar. Arzimagan pul bo'lsa kerak. Endi men o'zini remont qilaman deganim uchun o'zini remont qilyapman. Xullas akalar, mana o'ziniki bir tomoni ishlamayotgan sababi mana videoda ko'rinyaptimi? Yeyilib qolgan. Ana shuning uchun ishlamayapti. Endi biz iloji yo'q, yangi oldik mana. 65 ming ekan, balki boshqa joylarda arzondir. Shuni qo'yamiz, masalasi halda. Stop. Akalar, xullas bu tomonni ham ochdik. Bu tomoni ham xuddi o'sha holat. Bir taraf ushlab, bir taraf ushlamayotgan ekan. Buni sababi mana ichida qani ko'rindimi? Ko'rinadimi ekan? Uni yemirilib qolgan o'shani hisobiga. Xullas, bunaqa sal eskiroq, yil eskiroq Nexia'larda o'ylanmasdan yangi olib bosaverish kerak ekan, uncha qimmat emas ekan. 60 ming, 65 ming so'm ekan. Bu tarafiga ham mana yangi qo'yamiz. Xudo xolasa chotki bo'ladi. Qo'ygandan keyin bitta video qilamiz. Bular qatirib bo'lganimizdan keyin bir kishi salonda tormozgacha bosib turadi. Xullas havosini chiqaramiz-da mana. Ana havo chiqib ko'rindimi? Yo'q-da. Xullas. Bo'shatib qatirganini bilib olasizlar. Havo chiqadi, korotchi. Keyin bunisidan. Endi buni hamma har xil stilda havosini chiqaradi. Ko'rdilaring-a, orqasi ushlagan. Mana bu Nexia ham to'rov ushlayapti. Chotki bo'ldi. Buni hech qanaqa sir sinovati yo'q, oddiy. U haligi bitta aka chiqib olib, buni siri bor. Faqat men bilaman, vodiyda men qilaman degani yolg'on. Mana shunchaki ko'rdilaring videoni. Bo'ldi.